Lexusga akalar laboviga bronye plyonka urib beramiz. Videoda oxirigacha ko'ring. Narxi bilan aytib o'tamiz akalar. Bronye plyonka aniq qimmat labovilar kerak bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'ringlar. 0 dan to bitkungacha video qilamiz. Ketdi. Xo'p. Endi yetishdi. Video qila olmay qoldik. To'g'ri tushunasizlar? Tozalab yuboraymi? Glinalab yo'q. Bo'ldimi? Xo'p, labovida detallarni yechib tashlaganmiz. Xalaqit qilmaslik uchun buni любой ustida bilsa kerak, yechib, mana shu joylarni chiqarib olganmiz. Bizda oldin Rossiyada qilingan ekan, demontaj, ya'ni shilib tashlab boshqatdan qilyapmiz. Polni tozalaydi klaylarini spirtda tozalasangiz ham bo'ladi. Spirt o'zida sepib, yaxshilab tozalasangiz, и glinalab orasida ketdi xullas. Qanaqa? Yumshog'i. Qaranglar, hali yumshog'i katta olakanmiz qani? Ha. Endi u parod qilyapsizlar. Diyor, o'zing harakat qil. Nariga pushtunigini ham ber. Bironni oloniki. Hozir bitib yuboraylik. Bironni. Ha. Tortaverami? Tortavering. Bismillah. Hop, yaxshilab yuvib olganmiz, bir qator ko'rib chiqamiz. Bo'laveradimi? Qo'qondan oldim. Biz endi birovni ishlatyapmiz buni. Ko'proq urganimiz. Nima qilay, bo'lni yuboraymi? Ha, bitta chachiq to'p bo'lsa, qo'ya olaman. Bo'ldi, bitta bir narsa beraylik, ikki. Kapot biron bor? Yo'q. Men yoqqa tiqib yubor, changni ukan. Ichiga tiqib yubor. Keyin videoda kalta yemang. Bo'ldi. Asabiyimiz to'g'ri tushunasizlar. Bronimiz bez formirovka ultrafitdan. Shu qanchami? Kerakmi? Taqib olaylik. Qanday? Kerakmi? Shuni chetga so'raveramiz. Ha, bir rulonni bilan oldingizmi? To'g'ri. Bo'lsamchi metrdan oling, metrda o'lchab beraylik kelgan. Ana qolmaydi. Oshcha kalta o'yga qo'yib urintirib yurmaylik rulondagini ham. Bu ham bo'laveradi, ha. Kattami? Keyin izolentasini olib chiqib qo'yasizlar. Buni mashinada naqa deydilar, bir kun aytsam, muammo deb. Bitta Sarentoni qaytardim-da. Nimasini? Mashinadan berib yuboring desam, Ha, ezilib qoladi. ezilib qoladi-da. Yo'q. Shunisi muammo ekan. Qani? Buru Pichani olinglar metr bilan. Birovni lezasini qo'ydilarmish qilib, tayyor qilib. Yana bitta leza qo'yib qo'yinglar. U hali ishlatgan bo'lsa yana qo'ymasin. Yana bitta yangisini qo'yib qo'yinglar. Yangi qo'yib. Shaftoli hidingizdanmi? Nima hidi yo'q ekan unchalarga? Yo'q, unchalik hidi yo'q ekan. Nechi qilaylik? Olgan. O'lchang. Toshni kesasiz faqat. 160 kesavering. 55 kesaveradi. Necha oldi? 60 olib ketdi. Bo'ldi, uni qaytaramiz. Necha? Ali ham 60. Uy. Bo'ldi, to'xtab turing. Necha bering? 55 bo'ldi mana shu. Ushlab turman, buni ham ushlab. Bo'ldi, mana bu yerdan. Qani Diyorbek? Shundan tikka qani. Kal to'p olmasin, jichib kattaroq kesaveraylik. Hozir nechi mana shu yermi? Mana shu. Biratan rozi bo'lar bir sent. Yo'q, o'zi bu yoqda ham bo'lib qoladi. Kesavering. Uzunroq oling pichani. Ha. Kes. Nechta? Aha. Uy, o'ta tekis u. Men mana olib beraman. Tashlang. Uy. Onasini ham sen bo'lsin. Ha, pul ko'p. Jamson rulon turibdi-da yana. Ketmay qolsa. Buni Laynerini olinglar. laynerini olamiz. Mana yaxshi tarang qilib skochlar qo'yibdi. Chiqardim. Mana uni o'rab turib, O'xshash qilib. mana bunday Biron o'rab chiqarib turib, olamiz. tarang qilib yopishtiring. Nari tomondan qilib qo'ysa uzun. Birovni shilib o'rmayapsanmi ishqilib? O'shani so'rayapman. Endi chiqqan hida. Ha, Bildinglarmi, shaptolini hida endi. narsa ekan bu. chiqadi. Bu tuman bas lekin. Tuman yo'q, vashcha tuman yo'q. Nima qilamiz? Aynakka suv sepib qo'yamiz. Telefon qilsa olmay qo'yaver. Kelaveramiz.
Bu salafan biron tepaga qilaveraylik. Ha, biron tepaga qilaveramiz. To'g'ri anaqa qilib turib tortamiz. To'xta. Tepaga oshiraveramiz. Pastga Bitta ishlar. ko'rib olasiz bunaqasi men hozir. Bu ham o'shni. Kelib turchi. Yaxshi kesibmanmi? Zo'r. Bek altdan. Xullas. Laynerni olib oldik, и qo'yib bitta razmer olamiz. Suv. Lezani qo'ylar yana bitta. Bo'shan oldim. Mana shu bitta torting-da. Kesib olaveramiz mana shu holatda. Kaltaroq beringlar, bor-ku. Pichog'ini ber. Yangi bilan ko'ring. Yana bittasini beringlar. Qanaqa qochirib kesing? 1 santimetrmi yo rosa razmer kesing? Birga bir kesamiz. Bu cho'zilib katta bo'lib qoladi, birga bir kesamiz. Ali aynadan men kesgansa kesaymi yo aynaga bostirib kesaymi? Aynakka qadab kesavering. Yerime çek var şimdi. Alda artık katta kestin. Nimaga? Katta kesmang. Halasizlar, chang tushyapti, katta kessiz. Qo'yganimi? Hozir anaqa qilib yuboraman. Tepasini Qadab. Mana bu aynakka qadab turib torta olasiz. Nonni bitta qo'lingizdan bosib ketasiz. O, ana. O'ta go'zal. Jentrani lukiga ketadi. Shattir. Ehtiyot qilib qo'ylar, bu ko'rsatgani. Mana men qildim, bittaga qarangda. Birga bir qil, terdin? Kesdim. Asinaga soling bola. Olaveramiz. Bular nima kesib beramiz. Shaftoli hidli biron pul olganmiz. Demak, qarab bersa, spiralsi men kesib bermadim. Üçünü sindirib beyler tezli. Onu mıktayım mı? Otçacağını atlayayım. 22 kilometre. Неудобно тема микрофон. Hop, bo'ldi, tashlayib qo'yib, ag'ini qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Olyapsanmi? Bo'lyapti. Akalar kesib oldik deb aytib ma'lumot berib ketavering. Ha, shu. Bitta razmer olib oldik, birga bir qilib, olib kelib yoqqa yaqinroq. 17 dan bo'lsa, postavkani qo'yib qo'yardim, bu yoqqa-ki. Tushuntirmayman. Hozir nima? Yo'lda turib oldim, men yerdan trap kesib oldi akalar. Polniy, ular ustalar tushunadi. Trap polniy. Kak aynan razmer oldi, birga razmer olib oldi, ay katta razmer olsa chang tushib qoladi. O'zini razmerda qila olish kerak. Tushunarli kelib kesayotganlarimiz ko'rsatu. Xo'p bo'ladi men sana. Yo'q, yana bitta yuvib turib keyin sirasi olaveramiz. Uni urganni mo'mda uramizmi? Bunaqada yo'q. Kuchsini olib qo'yinglar. Yangi chiqdimi formulanikidan? Ha? Formulanikidan chiqdimi shu? Ha. Yuvarsin buni bering. Mana chiqdi. Bilaman. Shuni bering. Farqi yo'q, beraman bittasini. Bitta yuvib olaylik bitta. Bitta yuvib olishimiz kerak. Bu yangisi ekan bunisi. Ha bering. Men tortaman. Start uchun suvni urib olib kelaman. Tushundingizmi? Bo'ldi. Monni tortaymi? Monni tortib, monni tortib. Toza olyapti-yu, zo'r olyapti. Yor ko'rib olyapsan? Ya Farg'onaga ketganda o'z qilasiz, shunga aytyapsiz-da. Ya bu qarashadigan shu-da. Qolganlarga ishonmayman-da. Bismillahirrohmanirrohim. Suvdan sepa olasiz-da.
Bo'ldi. Tepadan Ayol, nima qilyapsiz? Suv sepani. Pastdan tepaga sepib turaver, tepadan pastga. Ha, farqi yo'q. Tepadan pastga, ha? Tak, ayniroqqa. Ha, siz bilyapsiz. Ko'rsatyapsanmi? Polni ochib turib suv sepyapmiz akalar. Yaxshi suv sepilishi kerak. Olib kel, ikkita chekkasini o'sha. Sekin. Ketdi. Hozir akalar bir minut. Bitta yaxshiroq suv bor edi. Olmay. To'xtab. Ushlab tur bitta. Bismillah. Ehtiyot qilib qo'yib olamiz. Tushundingmi? Bo'ldi. Suvni ber. Molga o'xshab turmalaring. Bo'ldi. Mana ham sepib oling bitta. Qatiga. Ustiga deb olmay. Yaxshilab suv sepib olamiz. Ushlab tur. Buni tarangni tortib oling. Yumshatib oling metini. Tepani zo'r qilib keltiring, past oshchasini kechira olamiz. Tepa zo'r kelsin. Kel, vashti. Yo, bir gavur kim var? Keyin kechib olaveramiz, to'g'rimi? Kattami? Pastga tushirib oling. Tushdi. Bo'ldi. Litcha ko'taring, litcha. Xo'sh. Bo'ldi. Va kechar ekanmiz. Tekismasdan men tomon tekisdi. Ketdimi? Ha, ketdi. Bismillah. To'xtabdi. Tushib ketyapti aka. Ketyaptimi? Shuncha aytdim-chi ko'payib ketadimi? Mana xullas naqas yuramiz. Tepa zo'r. Mana ko'ryapsizlarmi? Men o'zim ham professional basman, vaholanki ikkinchi marta turishimiz. Bunga yurak bo'lishi kerak, ona yurak. Nima bo'lishi kerak? Yurak qimmat narsa. Katta yurak bo'lishi kerak deb. Qattiqroq siqish kerak. Ichida suv qolib ketsa, yurmaydi keyin. Yurmaydi keyin, qatib qoladi. Suvni berib yuborsang, hayol suryapsan. Sepib oling ustiga. Men o'zim qattiqroq siqib qo'yaman. Ana, endi qattiqroq siqamiz. Nima bunaqa oysimon qilyapmiz? Mana shuni o'rgatishing bilasiz. Shuni o'rgatishgan emas. Mana haligindaqa bitta alohida bo'lmaydi, yo'g'ib ketadi, yayilib ketadi shu oysimon qilsangiz. Ha. Yo'li bo'lmaydimi? Yo'lida emas, tushunmaysiz hali. Havo bo'lib qoladi-yu, keltirasiz fellab. Ana shunaqa narsa bo'lmaydi, yayilib sekin keladi ana shunaqa. Shu oysimon qilib tortsangiz. Yaxshiroq taranglashar ekan. Men o'zim ham bilmasdim endi hozir. Mana xudo xolasa tayyor. 3 minutli ishga mana 1 soat ovora bo'ldi, lekin o'ziga yarasha naqasi bor. Qadam ochni. Bilmayman. To'g'ri qilib o'tdi. Ha, o tomon qoraman. Sepib olamiz. Yomon ekan, ha. Yaxshiroq siqqan. Shu. Yaxshilab endi siqib chiqamiz. Sabab suv qolib ketgan bo'lsa yurmaydi. Quruq ham ketmaydi bu. Quriydi. Ancha vaqt ketadi. Quriydi, endi havosi bilan bo'lsa baribir ish keldi. Havosi bilan bo'lsa baribir ish. Shagrang xullas. Men ko'rganda ko'zda aldi edi. Bag'iga uryapsan? Mana, akalar. Laboy biron urmoqchi bo'lganlarga eng oson yo'l. Bo'ldi, laboy o'zidan. Ichidan shal. Ichidan. Bu ichidan-a? Ichidan aka. Ichidan. O'ta taniq. Men to'g'ri qarab berasiz.
No, ichidanmi? Ali bu. Shit. Hozircha yaxshi. Metni ortiqchasini kesib yuboraman hozir. Yo'q, qurigandan keyin kesamiz. Endi 1 soatcha turishi kerak endi. 1 soat turish kerak. Qursa, bitta pichadi. Shu yo'q, Metdanmi? Mana shu pichani aynaga qadab turib kessiz-ku. Mana shunaqa qilib kesib qo'yamiz, bu. To'g'ri. O'zi bilardim deydi. Men tam speed suv beroz, speed suv dali naqasini. Ne suv ama? Yo'q, sepda qani kerak emas, bo'ldi. Olmabdi-yu. Nechta qo'shilgan edi? 4 tami? 4 ta. Shu 5 ta. Ha, bu. Ne? Ana, limon. Shunday. Böyle ko'rib olding-a? Xullas. Ochib tursang, laboyga bronye plyonкасын urib berdik. Endi 1 soat qurigandan keyin buni olib kelganda bunaqa ortiqcha joylarini ideal darajada qilib kesamiz. Ortiqcha joyini ideal darajada kesib, xudo xohlasa juda go'zal chiqdi. Narxi keladigan bo'lsa $300 qilib beramiz akalar. Ichkaridan ham ko'rsating, tinadi. Ichkaridan ham ko'rsating. Plyonka ultrafit reklama ketib qoldi, mayli endi. Berisha. Ana, hech qanaqa tumani yo'q. Xudo xohlasa bitta artamiz, bu suvlar o'ziniki, hech qanaqa bir shagrin yo'q. Bemalol ko'zda aldamaydi. Akalar, xudo xohlasa aloqaga chiqinglar. Joyimiz Marg'ilonda joylashgan. Sizlarga ham shunaqa laboylarga bronye plyonka qilib beramiz. Sog' bo'linglar, like bosib eshitdan chiqmasin. Bo'ldimi?